Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 44 soniga xush keldinglar. Bugun biz sürgün dokumentimizningki bosh ministri Abdulahad Nur Damallamni hukumatimizning sifati va safasi degan temada suhbat taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Rahmat. Masalan, bugungi xizmatimizdan tortib deb kelsak, hukumatning xizmati nihoyat aldirash hozir. Degan sizlarga cho'qim soat 5 bo'ldi, bizga 7 da bizningki munbar yig'ini bo'ldi. Undan keyinla bizningki tarbiyalash programmamizga ulgurib siz dars o'tdingiz. Hukumatning xizmati mishta aldirash ketyapti. Hukumat xizmati vatan xizmati uchun pedagog ruh ketadi. Undan keyin o'zining qanday bedel berishini hisoblashmay kirishadigan ruh ketadi. Hamda vatan temasi so'zildik. Vatan temasida bizningki Hoca Muhammed bizning 47 yoshida vafot bo'lgan bizning Uyg'urlarning eng esil shoiri vatan erning ippiti deganda mundaq bir gap qilib ekan. Men shundoq o'ylayman. Erningmi ippiti bo'ladi. U vatan. Yana shundoq o'ylayman. Vatansizlarni Alloh kechirmaydi. Ular jannatdan umid kutmasin. Jinoyat ruhdagi yengilmas kuchdir. Haqqoniyatni aşı kuch yaratadi. Yana shundoq o'ylayman. Vatansiz erlar iffatsiz erlardir. Ularni dunyo kechirmaydi. Ular barobarlikdan umid kutmasin. Yana shundoq o'ylayman. Saqal burut qo'yganlarla men er demisin. Bug'doy terib zag'ri nonga to'yganlar men er demisin. Ah xalqimda dard yirtib mayxonada qo'nganlar men er demisin. Ularning jay namozda iymoni nesi, el oldida vijdoni nesi. Bizning vatandagi o't yurak shoirlarimiz vatan to'g'risida shunday misralarni qoldirgan. Vatan temasi to'lim ulug' tema. Biz vatanningki mustaqillik uchun, vatanimizning mustaqillik uchun, davlatimizni mustaqil qilish uchun Sharq Turkiston sürgün hukumatiga ishlab kelyapmiz. Qurultaydan keyin xil vaqtlar o'tdi. Bu xizmatlarimizni bir xulosa qilib chiqishga, hukumatga bir qarab chiqishga majburmiz. Shunga bugun bizningki bosh ministrimiz Abdulahad Nur apandimni bu suhbatga taklif qildik. Oldi bilan davlat atimiz Sobit Damallam diniy odam edi. Sizmi diniy odam bo'lishibdingiz bilan hukumatimizning bosh ministerlik vazifasini bejo keltirib kelyapsiz. Sizningcha dinimiz siyosat bilan chiqishib qoldimi? Rahmet. Ama sualda halkımın Sobit Damallam bilen onda yandı quyosh tez yarashmaydi. Çünkü Sobit Damallam haqiqiy cho'ng bir rahbarimiz edi. Allah bizni shu zotning yo'lida mengishga nasib qilsin. Ama dinimiz bilan siyosat chiqishib qoldimi degan savolga kelsak, dinimiz siyosat bilan chiqishib qolmaydi, chiqishib qoladi. Rahmat. Nima uchun degan vaqtda biz hammamiz Sharqiy Turkiston xalqi musulmon eng tuvallarimizni Qur'onni o'qib baqqangu. Şu Qur'onni o'qib baqqanni xotirlaymiz. Alloh taolo Qur'onda Sura Baqaraning 5-da Adem alayhissalom yaratganlikni bizga tushundirgan vaqtida bizga inson deb at qo'yishdan burun Adem alayhissalomga Adam deb at qo'yishdan burun bizning ismimizni xalifa deb atagan farishtalarga. Xalifa degan dunyoni boshqaradigan izbasar degan gap. Boshqarg'ichi degan hukumat bo'lmasa, hokimiyat tutmasa, hokimiyatning beshida bo'lmasa hech nimani boshqara olmaydi. Shuning uchun hokimiyatga aralashmagan odam boshqarman demas bo'ladi. Shuning uchun biz siyosatni hokimiyatga aralashish, hokimiyatga chiqib davlat boshqarish, xalqning baxtini ko'zlash deb tarjima qilamiz. Unda bo'lgandan keyin bizning dinimiz bilan siyosat qon bilan go'shtdeklam bir tuqqan. Shuning uchun bu boshqa ilahiy bo'lmagan sistemlarda, boshqa dinlarda, batil dinlarda siyosatdan ayrı etsa, siyaset obdan mağdu. Nima uchun degan vaqtda din bilan siyosat
Ulda bir tuqqan emas, ulda yat. Siyasat ularning diniga putlik aşan buludu, ularning dini ularning siyasatiga putlik aşan buludu. Shuning uchun ayirib o'tadi. Ama bizning dinimiz haq dini o'g'achqa, Allohning dini o'g'achqa, bizning dinimizda ten bilan, beden bilan ruhga o'xshaydi siyosat. Shuning uchun ayrilmaydi. Shuning uchun bizning dinimizda siyosatga aralashmagan odamni musulmon degilg'i bo'lmaydi. Mu'min zodi bo'lmaydi. Hozir qiman degan nuqtadan aytgan vaqtda inson degilimi bo'lmaydi. Nima uchun siyosatga aralashmayman, menda siyosat yo'q, men siyosatdan uzoq turaman degan gap, men hokimiyatga kelmasam bo'ladi, boshqamasam bo'ladi, meni kim boshqasi bo'ladi, men bir hayvon bilan o'xshash, boshqasi bilan urdi degan ma'noni bildirdi. Shuning uchun siyosatga aralashmagan insonni bizning dinimizda inson degilimi bo'lmaydi. Endi buni islom dinida bizning payg'ambarimiz nima deb qaragan bu nuqtaga, qanday muomala qilgan siyosatga degan vaqtda bizningki sunnat deymiz. Hadis kitoblarimizda muttafaqun alayh darajadagi sahih bir hadisda Abu Hurayradan rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar islom shunday deydi. Kanat banu İsrail'e tesusuhumul enbiya. Bani İsrail, yani İsrail oğullarına ularning ishidan payg'ambarlar siyosat qilib, siyosatda rahbarlik qiladi deydi. Tesusu siyosat yildizidan. Siyosat payg'ambarlarning tutib mangan yo'li. Kanat degan burundan shundaqdi an'ana, Bani İsrail an'anasi, tarixi ularning siyosatiga butunlay payg'ambarlar rahbarlik qiladi degan hadis bor. Oxirgi kelib nima deydi? Kullama halaka nabiyyun xalafahu nabiyyun. Bir payg'ambar vafot bo'lganda uning keyindan yana bir payg'ambar keldi. Burungi payg'ambarning diniy siyosatini u payg'ambar elib mang'atdi. Bu insoniyat tarixida bilamiz Bani İsrail degan shu Yaqub alayhisalomdan tortib da Muhammad alayhisalomgacha kelgan payg'ambarlarning mutlaq ko'p soni 99% degidek Bani İsraildan chiqadi. Şu payg'ambarlarning hammasi Bani İsrailga siyosiy jihatdan rahbarlik qilib keladi deydi. Oxirisi nima deydi? Va innahu la nabiyya ba'di. Yana bir haqiqat borki, mendan keyin payg'ambar bo'lmaydi deydi. Bu nima degan gap? Men hozir mening ummatimning siyosiy boshqoni, men ummatimga rahbarlik qilib ketib borman siyosat nuqtasida. Ammo men vafot bo'lgandan keyin payg'ambar kelmagachga afsuski bundan keyingi mening ummatimga payg'ambarlar siyosatda rahbarlik qilolmaydi. Deb payg'ambar alayhisalom afsuslanadi. Ya'ni Muhammad alayhisalomning ummatining siyosatga rahbarlik qilishda payg'ambarsiz qolganligiga Muhammad alayhisalom afsuslanadi. Afsuslanib qolib nima deydi? Va sayakunu ba'di khulafa'u fayaksurun. Mendan keyin xalifalar keladi. Bu xalifalar nayt jiquludu. Ya'ni mening izbosarlarim normal insonlardan bo'ladi. Buningdan keyin xalifa bo'ladi degandan keyin sahobalar shunday so'raydi: "Yaqalu ya Rasululloh va ma ta'muruna?" O xalifalik kelsa, sen hozir bizga siyosatda rahbarlik qilib ketib borsa, davlat raisisan. Buningdan keyin o xalifalar chiqqan vaqtda sening tavsiyang nima? deb so'ragan vaqtda payg'ambar islom awfu bi bayatil avvali val avval. Sizlar boshda kim saylangan bo'lsa, boshda saylanganini e'tirof qilinglar. Şununla beyat qilinglar, keyin men xalifa etdim, men o'tdim, bo'tdim deb keyin chiqqanlarni e'tirof qilmanglar deydi. Nima uchun degan vaqtda payg'ambarga iymon etish sharti bor. Payg'ambarlikka iymon etimiz, unda bo'lgankin uning rahbarligini majbur qabul qilamiz. Keyin kelgan xalifalar, keyin kelgan rahbarlar payg'ambar bo'lmag'achqa, uningga iymon etish vazifamiz bo'lmag'achqa, umma o'zini xalifa desa, bumma o'zini xalifa desa, insonlarning kallasi elishib ketadi-ku. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom xalq tarafidan kim birinchi bo'lib saylangan bo'lsa, ashunga bay'at qilsalar, ashunga bilan davom qilsalar deydi.
Shuning uchun bu hadisdan nimani tushunamiz degan vaqtda payg'ambarlarning xalifaligi mashruiyatini Allohdan oladi. Allah sen payg'ambar siyosatga rahbarlik qilasan degachga payg'ambarlik shunday qiladi. Ammo payg'ambar bo'lmaganlar mashruiyatini nerdan oladi? Xalqdan oladi. Xalq kimni saylasa shu xalifa bo'lib mangdu siyosatni ashunday boshqaradi. Endi buningdimi Peygamber Aleyhisselam devlet reisi, siyasi rehber bulup peygamberlikni, risaletni, nübüvvetni, siyasi rehberlikni, harbiy kumandanlıkni, aile dadısılıqni, muallimlikni aqlimizga nemi kelsa, şu özünün ümmetiga o'g'itadigan ishning hammasini Peygamber Aleyhisselam qiladi. Shuning uchun bizning dinimizda hech qachon siyaset bilen urushib qoladigan ish yo'q. Siyosatdan ayirib etilgan dinni bizning dinimizda ilmoniy deb ataydi, uni qabul qilmaydi. Agar din axloqdan ayrilib qolgan bo'lsa, buni dehrani deb ataydi, dinsizlik deb ataydi. Agar din ilm fandan ayrilib qolsa, buni Almaniya deb ataydi, buni qabul qilmaydi. Bu ilm fan deb ayirish İslamiyatga yarashmaydi. Boshqa dinlar deydi, diniy ilm, fanniy ilm boshqalar atsi yarashadi. Bizning islom dinimizda ilmning hammasi Allohdan keladi. Chunki Allohning takviniy qonunlari deymiz. Takviniy qonunlar bu dunyo qo'yib qo'ygan qonunlar bor. Fizikal qonuniyatlar var, ximiyalik qonuniyatlar var, matematikal qonuniyatlar var. Mush fanniy bilim davatqan ash bilimlarning ichidagi bütün qonuniyatlarning ismi bizning dinimizda takviniy ilm, bu Alloh tarafidan bekitilgan, Alloh yaratgan ilmlar. Ammo vahiy bilan kelgan, Qur'on va sunnat bilan kelgan ilmlarni tashri'iy ilm deydi. U Alloh bevosita Alloh tarafidan va Allohning payg'ambari tarafidan bizga o'rgatilgan bilimlar. Şu her iki bilimning manbasi bir, Allohga tutishudi. Unda bo'lgandan keyin bizning dinimizda fanniy bilim, diniy bilim deydigan ayrimi bo'lmaydi. Ayirib etgandan keyin lam dinimiz nimaga aylanib qoladi? Qabul qilg'isiz bir narsaga, dogma bir narsaga aylanib qoladi. Shuning uchun bizning dinimiz siyosat bilanmi chiqishidi? Ilm fan bilanmi chiqishidi? İnsaniyatga manfaatlik har qanday narsa bilan chiqishidi. Rahmat. To'liq yaxshi javob berdingiz. Dinni o'zininki asli ma'nosi bilan tushundik. Dinni qilish amaliyot siyosatni qilish bo'ladi. Unda hech qanday bir xil chiqish qilish bo'lmaydi. Men din yo'lda mangtim siyosatga aralashmaydim degan gapni isbotlab berdingiz. To'liq xato gap ekan. Endi hukumatimingniki sapasini nazarga olsak, men siyosiy va boshqa sohadagi sapasi alohida yuqori hukumat odamlarimizning tuhfasi bilan hukumatimizning hukumatimiz bugungi kunda turibdi deb ishonaman. Sizningcha hukumat xodimlarimizning sapasi akademik saviyada bormi? Mush saviyadagi hukumat xodimlari zo'rmi? To'g'ri. Bizningki hukumatimizning mush halga kelishi millatimiz ichidan chiqqan vatanparvar, vatansuyar insonlarning tirishchanligi bilan, sabrchanligi bilan qo'lidan kelganini qilishi bilan mush halga keldi. Alloh hukumatimizga ajr so'ndirgan bütün qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Endi hukumat xodimlarininki saviyasi, siyosiy sapasi yoki akademik saviyadami degan savolga kelsak, oldi bilan akademik degan kalimani tushunishga to'g'ri keladi. Akademikni jiq qo'llanamiz. O'shada arablarni qo'llanadi. Islamic School, Akademiya, Islamic Academy deb ismlarni qo'yib olamiz. Akademikni hamma yerda qo'llanamiz. Shuning uchun akademikning nima ekanligini, etnologiyasi qarab baqqan vaqtimizda akademik kelimasi akademiya kelimasidan chiqadi. Grekcha kelima. Ya'ni Yunancha. Griyalik kelima. Akademiya. Bu nereden chiqadi desa, ma faylasuflarning ichida mashhur Aflatun deydigan bir faylasuf bor. Grek faylasuflarininki yo'g'on olimlardan birisi.
Şu Eflatun özünün şagirdlariga felsefe dersi veradigan çağda şu dersini Akademiya degan parkda beradi. Akademiya bir parkning ismi. Şu Atenaga yaqin, Atena'nın sırtida bir parkning ismi Akademiya. Eflatun özünün şagirdlariga felsefe öğrenadiganlarga dersini şu Akademiya degan parkda bergechke buni akademik deb atıldı. Endi bu parkning nima uchun Akademiya deb ism berilgan degan vaqtda bu Yunanlarning milliy qahramoni Akademus nomiga berilgan ism bu. Mush milliy qahramonimiz unutilib qolmasin deb eng chiroyli bog'ning ismini şu Akademusga bergan. Lekin Eflatun eng go'zal ilm bo'lgan falsafani şu Akademiya degan bog'chida o'rgatgan. Bu bog'chida o'zining shogirdlariga nima o'rgatadi? Felsefe ilmi o'rgatdi. Bu felsefaning hammamiz bilamiz felsefe ilmini, xususan siyosiy felsefe. Devlet başkuruş, insan başkuruş felsefe ilmini muş Akademiya parkida o'rgatdi. Shuning uchun bu Akademiya madrasadan yetishib chiqqan shogirdlar qahramon bo'lishga, Akademusga o'xshash qahramon bo'lishga tashabbus qilinadi. Vatanparvar, insoniyatga manfaatli ish qiladigan insonlar qilib yetishtirilib chiqarildi. Shuning uchun shu chaqdagi shu Akademiya maktabi insoniyatga bek yaqqan bo'lg'achqa hammamiz shu akademiya maktabidek maktab açsaq, hammamiz shu akademiyada tarbiyalangan bo'lsak deb tarbiyalanguchilarning saviyasini o'lchaydigan bir o'lchamga aylanib qolganlik akademiya maktabi. Shuning uchun akademik saviya degan gap akademiya saviyasidimi, Eflatun felsefe o'rgatgan shu shogirdlarning saviyasidimi degan gap. Endi bu ma'noni tushungandan keyin endi bizning hukumat xodimlarimizdan yoki hukumatning sirtidagi ziyolilarimizdan akademiya saviyasidami emasmi deganga baho berish uchun bizningki ziyolilarimiz, vatanparvarlarimiz yoki vatanparvar bo'lmaganlarimiz asosan o'qidi, o'qimishloq deyilgan odamlar nada o'qidi shunga qarab berishimiz kerak. Biz Sharqiy Turkiston xalqining akademik saviyada ta'lim tarbiya biladigan milliy ma'rifimiz bormi? Yo'q. Bo'lmagandan keyin biz Sharqiy Turkistonliklar kimning qo'lida o'qiymiz vatanda? Xitoy tajovuzchilarining qo'lida o'qiymiz. O'qish jarayonidagi hayotimizni eslab baqaylik. Xitoy tajovuzchilari bizga maktabda insonparvarlikni o'rgatamdi, vatanparvarlikni o'rgatamdi. O'rgatsa shu men Xitoy garajdan men Jungoni suyman deb ashunda o'zining vatanini so'ydiribdi. Ya'ni manqurt qilib tarbiyalaydi bizni. Shuning uchun bizning vatanda 10 yil o'qiganlarning 10 yil mingisi jo'yladi, 20 yil o'qiganlarning 20 yil mingisi jo'yladi. Unda bo'lgankin bek o'qib ketdi deganlarningmi buni akademik saviyada deyli desak, millatparvarlik yo'q, vatanparvarlik yo'q yetishdi u yerda. Masalan, Xitoyda o'qib, Beijingda necha yil yashab, ondan keyin Xitoy uni chet elga o'qishga chiqardi. Masalan, Moskva deymiz, London deymiz, Yevropa deymiz, Amerika deymiz, nurg'a yerga o'qishga chiqardi. Xitoy shuni shu o'qishga chiqarib, eng oxirisida ondan keyin shu yerga berib yashanglar deb izn berdi. Endi biz shularga qarasak, o'qiganlik rost, yuqori darajada o'qiganlik rost, saviyasi borlik rost, bizning ziyoli deb qaraymiz. Ammo vatanning mustaqilligini asliga keltiradigan xizmatga da'vat qilgan chog'imizda kelinmaydi. Nima uchun? Chunki tarbiyani Xitoyning vatanini qo'g'dash jihati tarbiya ko'rgan. Sharqiy Turkistonni qo'g'dash, Sharqiy Turkistonda xizmat qilish haqida tarbiya ko'rmagan. Unda bo'lgandan keyin bu insonlarning bilimlik digili bo'lgan taqdirdimi akademik digili bo'lmaydi. Chunki vatanparvarlik bo'lmag'achqa akademik digili bo'lmaydi. Endi bu nuqtadan olib aytgan vaqtda bizning mayli fanniy jihatda o'qigan insonlarimiz bo'lsin, hatto diniy jihatni o'qigan insonlarimiz bo'lsin. Masalan, dinda o'qigan odam masalan chet elda o'qisa diniy zotlarimizni,
Mesela Pakistan'da okudu deyli. Pakistan'daki medresede Şarkı Türkistan'ın müstakilligini esli keltirişini lazım. Bu üstüne düşken perzep ügütemdi, ügetmeydi. Mısır Ezher'de Şarkı Türkistan'ın gipini kılıp ügütemdi, ügetmeydi. Şarkı Türkistan'ın gipini kılsa siyasetki aralashganda Xitoyga qaytirib turdi. Saudiyada qilamdi, qilmaydi. Turkiyada qilamdi, Turkiyada qilmaydi. Shuning uchun diniy sadikalarning o'qiyotgan maktablarimizdami bizga u nima ügetmeydi, vatanparvarlik ügetmagandikan her qancha joq o'qib ketgan taqdirdami uni nima deb ataymiz, akademik deb atsak bo'lamdi uni. Akademik deganga faqatlam salqi bir soatda o'qib, yuqori saviyada o'qigan bo'lsa ham shunga deyiladigan bo'lsa, tamam deyli. Ammo akademik Platon o'rgatgandek vatanparvarlik, qahramonlik bu nuqtalarni o'rgatadigan bo'lsa, siyosiy falsafa o'rgatadigan ish bo'lgan bo'lsa, demakki bizning o'quvchilarimizda o siyosiy falsafa o'qiganlarning tayini yo'q. Unda bo'lgandan keyin bizning Sharqiy Turkiston xalqining ichidan chiqqan ziyolilarni akademik deb bo'g'ilib bo'lmagan chaqda, endi hukumatning ichida akademikimiz bekjiq ba deb bo'g'ilmaydi. Akademik saviyada o'qigan insonlarimiz bor. Anadaki vatanparvar ziyolilarimiz bor. Her birlaridek mesela Cumhur Reisimiz Mehmet Ala akademik saviyada o'qigan hem vatanparvar mana shunday insonlarni desak bo'ladi akademikda. Ammo millat vakillarimizning hammasi akademik saviyada emas. Shuning uchun biz shu akademik saviyaga yetkazishni o'zimiz qilmasak bo'lmaydi ekan deb hozir shu yo'lga ketib boramiz. İnşallah o'zimizning akademiklarimizni o'zimiz yetishtirib chiqmasak bo'lmaydi. Vallahi o maqsadga yetkazadi. Rahmat. Bu gapni asli ma'nosini tushundingiz, bek yaxshi bo'ldi. Biz bir gapni anglasak, o gapniki keyin qo'shilgan, yuklangan ma'nosi bo'yicha o'ylanib, o gap nereden kelib chiqqan deganga diqqat qilmaymiz ekan. Ko'p rahmat. Endi hukumatimiz yuqori sifatli xizmatlar bilan o'tirdi ko'rininglik. Shundaqdimi sifat Sapa tarbiyasining betaqatligi va izchillik ehtiyoji tufayli hukumatimiz nurg'un tarbiyalash programmalarini o'tirib qo'yib, uni beja keltirmoqda. Sizcha bu programmalarning unumi qanday bo'lar? Xuddi siz bugun o'tgan darsga o'xshash, Mehmet Ali afandim o'tgan darsga o'xshash biz nurg'un programmalarni o'tirib qo'yib, shanba yakshanba kunlarimizni qurbon qilib, shu o'rganish, tarbiyalanish ep boryapmiz. Sizcha buning unumi qanday bo'lar? Meningcha unumi bek yaxshi bo'ladi deb qarayman. Chunki tanlagan darslarimiz şu milletimizin ihtiyaç bo'lgan darslar. Mesela boshqarish ilmi deymiz, siyoset ilmi deymiz, diplomatiya ilmi deymiz, andan keyin diniy darslar, andan keyin vatanparvarlik darslari, nutq darslari degandek. Mushu ijtimoiy fandan Sharqiy Turkiston xalqining nimaga ehtiyoji bo'lgan bo'lsa, shu ehtiyoj bo'lgan narsalarni tanlab dars o'tashga boshladik. Meningcha dersning hech qachon ziyon bo'lmaydi, foydasi bo'ladi. Meningcha bu darslar bek muhim. Agar davom qila olsak, agar millat vakillarimiz va sirtdan keladiganlar qatnashib davom qila oladiganlar bo'lsak, inshaalloh milliy akademik millat vakillarimizni o'zimiz tarbiyalab chiqamiz deb ishonaman men. Çünkü unda desek seni akademik seviyen bağımı deyiş mümkün insanlar. Hiç kim tug'ilgan chaqdasida akademik seviyede tug'ilmaydi. Hammadan mush dunyoga kelgandan ügünüm akademik seviyege chiqadi. Unda bo'lgandan tirishib o'rgansak akademik seviyege chiqa olamiz. Akademik seviyege chiqish uchun illaki Xitoyda o'qish kerak yoki G'arbda o'qish kerak deydigan ish yo'q. O'zimizning milliy ustozlarimizdan o'qisakmi akademik seviyege chiqqili bo'ladi. Shuning uchun men bu darslarni bek muhim deb qarayman. Natijasi bek yo'g'in bo'ladi deb ishonaman. Rahmat. Biz odatda hammamiz bilamiz, muajiratlik hayotda hayotning besim bilan tirishib ishlab vaqtimizni hayot halakchilik bilan o'tkazamiz. Ammo bu qitim hukumatga qaraydigan bo'lsak, shanba yakshanba kuni to'shaq dars bor. Qarasak qizg'inlik nachi yuqori, hammalar tirishib degan vaqtdan oshirib, savollarni so'rab, işte qizg'inlik bilan o'rganib ketyapmiz. Men bundan cho'ng bir umidga keldim. Chunki hozirgi vaziyatda inson niyatlan qilsa, o'rganadigan fursat naytacak.
niyetla to'g'ri bo'lsa, masalan bugun sizlar bergan diniy darsdimi nurg'un narsalarni o'rganib oldik. Boy sizlar deganga o'xshash siyosatning nimaligini aytganki darsdim so'zlagan. Mushu bilimlar bizga sizlar degandek vatandagi Xitoy hokimiyati ostida qat'iy mumkin emas. Biz bu aqlan qarni bilmaymiz, dinning nimaligini bilmaymiz. Hozir fursat bor vaqtda biz kam deganda hukumatimiz o'zimizningki millat vakillarini asos qilib va sirtdan munbardagi a'zolardan qaytilimiz deganlarni qo'shib, shunday bir programmani yurgizyapmiz. Buning unumi sizlar degandek cho'qim yaxshi bo'ladi. Hamda hukumat bo'lish sifatimiz bilan o'z hukumat mexanizmimizni bajarishdan sirt mustaqillik, hamkorlik munbarida aktiv rolimizni joriy qildirib kelyapmiz. Bugun aytgan munbar yig'inimiz bo'ldi, yig'inimiz nihoyat uzun davomlashdi. Bu munbardan kutilgan umidingiz nima sizningki? Meningcha munbardan kutilgan umidim bek yuqori. Chunki munbarga hozir 24 tashkilot qatnashyapti. 23 tashkilot. Bu tashkilotlar shu o'zini vatanparvar hisoblab, vatanning mustaqilligini asliga keltiramiz, mustaqilligini asliga keltiramiz deb yo'lga chiqqan tashkilotlar. Unda bo'lgandikin niyatda, g'oyada hech qanday farqimiz bo'lmagandikin, bular bilan birlashib yo'g'on ishlarni qila olamiz, tushunish hosil qilib deb ishonaman men. Asosan bundaq muvaffaqiyatlik ish qila olishimiz va bundan keyin shu ishimizni muvaffaqiyatli elib bora olishimizning birdan bir omili bor. Shuningga amal qila olsak ham yo'g'on ishlarni vujudga chiqara olamiz. Bu omil samimiyat. Agar biz ras mustaqilchi bo'lgan bo'lsak, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish niyatimiz ras bo'lsa, shu degan gapimizda samimiy bo'lsak, qiliqimizdimi samimiy bo'lamiz. To'g'ri. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom bir hadisda ad-dinu an-nasiha deb tushundirdi. Din nasihatdir deb tushundirdi. Bu yerdagi bu din nasihatdir degandiki nasihatning ma'nosi biz davomli xalqqa va'z nasihat qilish, tarbiya qilish deb tushunib olamiz. Shunda bo'lgandikin biz davomli birsi-birsimizga tarbiya qilib, balki o'rganguchilardan o'rgatuvchilar jiqlab ketishning sababi shu. Normalda din nasihat degan gap, din samimiyatdir degan gap. Bu yerdagi nasihatning ma'nosi samimiyat degan gap. Man nasihat kalimasi bizning tilimizga yantu chirib qolg'achqa olimlarimizdan tortib yantu tushunib olib nasihatni va'z nasihat, pand nasihat, tarbiya qilish deb mendaq tushunadi. Asli nasihatning asli ma'nosi samimiyat. Ixlos degan ma'noda bildirdi. Shuning uchun buni sahobalar tushunatdi. Sahobalar tushunib, qalu liman ya Rasululloh. Kimga bu dinni samimiylik dedingiz? Bu kimga samimiy bo'lamiz degan vaqtda payg'ambar alayhisalom javob berib, Allohga samimiy bo'lasiz. Men Allohning bandisi degan gapingizda samimiysiz, Allohni rozi qilishga ishlaysiz. Allohning payg'ambariga samimiy bo'lasiz. Payg'ambar alayhisalom mening payg'ambarim, mening rahbarim, mening ustozim deydi ekansiz, Rasulullohning diniga amal qilasiz degan gap. Anadaki yana kimga? Vali Allah'ın kitabıga samimiy bo'lasiz. Mening kitobim Qur'on deb qo'yib, Qur'ondan chiqqanni mayanga tashlab ketavermaysiz. Ras musulmon bo'lsangiz, Allohning kitobiga samimiy bo'lasiz. Allohning payg'ambariga, anandakin musulmonlarning ichidan chiqqan rahbarlarga samimiy bo'lasiz deydi. Vali aimmatul muslimin. Musulmonlarning ichidan chiqqan imomlarga degan gap, imom degan rahbar degan gap. Türkçe önder deydi o. Başta yolunu başlap mağına adamını imam değildi. Şunun için imam namazdı mı aldıdı turdu. Hemen onu aldıda. Aldıdan yol başlap mağan adamlarını imam deydi, rehber değildi. Müslümanların işinden çıkan rehberlerge samimi olasınız. Ras samimi men şu teşkilat aza ya ki şu hükümetki aza deydiğen bolsanız şu azalıqınız rasuludu. Şu hükümetin şu teşkilatın sizge bergen vazifelerini ada kılısız degan gap. Anikin
ve li ammetihim. Anındaki Müslümanların bütün hemmisiga. Bütün insanlara samimi bolasız. İnsaniyetning menfaatini qo'g'dashda, Adem alayhissalomning avlodining menfaatini qo'g'dashda samimi bolasız. Bize kelgan vaqtda mening menfaatim deb xalqning menfaatini satadigan, xalqning menfaatini o'g'irlaydigan ishni qilmaysiz. Hammaga tang samimiy bo'lasiz deb din tanglash, samimiyat deb o'rgatgan payg'ambar alayhissalom. Shuning uchun bizning munbarda agar samimiyatni ham hosil qila olsak, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltiraman degan gapimiz samimiy bo'lsa, bizning talash tartish qiladigan hech nimamiz yo'q o'tiradi. Agar bir talash tartish chiqib qolgan bo'lsa, shaxslarning o'tirisida, uni shaxslar o'zi tugutib olsa bo'ladi. Uni munbarga so'rab kirishning hojati yo'q. Uni tashkilotlar o'tirisida problem qilib dabchalab yurishning hech qanday nimasi yo'q. Uni shaxsiylar o'zi tugutadi. Ammo munbar a'zolari hech qachon problemni munbarga tashkilotlar orasida so'rab chiqib, uni umumlashtirishga hech kimningki haqqi yo'q. Agar unda qilib qolsa, bu samimiyatsizlik hisoblanadi. Chunki o'zining kichikkina ko'nglining og'riqini deb munbarni vayron qilishga tirishganlik hisoblanadi. Shuning uchun munbarning roli bek cho'ng, mening ko'zimda munbarni qo'g'dishimiz lozim. Samimiylar bo'lsak, jiq ishni qilib ketalaymiz deb o'ylayman. Rahmat. Tunikin Salih Xudoyor diplomat to'g'riliq dars o'tganda diplomatiya to'g'riliq. Diplomatiyadagi eng alqiliq omilning birisi samimiyat degan edi. Bugun siz mana shuni deyapsiz. Bizningki Sharqiy Turkiston mustaqillik uchun samimiyatimiz bilan bo'lsa, hamma ish yal bo'ladi. Yana bir jasuslik deyilosi Amerikada fosh bo'ldi. Xitoy demokratiyasi Tang Yuanjin degan Xitoy kompartiyasiga ishlaydigan bo'lib chiqdi-da. Bu amaliyotda demokratiya. Xitoyda 8 yil turmada yotgan ekan bu. Undan keyin Amerikada siyosiy panohlik erishgan bu Xitoyning deyilosi bizga qanday uchur berdi? Bu oldida birisi chiqqan, yangidan birisi chiqdi. Bu texim cho'ng hozir. Bizga qanday uchur? Bu Xitoyda haliqi bu Xitoyning odati insonlarni o'zi yomon ko'rgan bo'lib, turmuqqa solab, manchil kestilab, o'ankin qochib ketgan bo'lib, bir ishlarni qilib, insonlarga ishonchlik ko'rsatib, anikin o'ziga ishiltib, boshqa davlatlarga to'zaq quradigan bu Xitoyning azaldan qo'llanib kelayotgan bir shpiyonlik odati bu. Buni bu Xitoylarni ishiltyotdi. Bu Xitoylarni turmuqqa sulash orqali anondan qo'yib berib, qochirib etib, Amerikadagi yaliga kelgan vaqtida Xitoyga qarshi shuar to'lab bu Xitoylar Amerikani oldirmoqchi. Amerikaning qo'yniga kirib, ya'ni yolg'iz Amerikani emas, nega yeyilgan bo'lsa, bu Xitoylar shu o'zi borgan davlatning qo'yniga kirish orqali shu davlatni Xitoyning kontrolligiga kelib berish uchun Xitoy bunda taktikani qo'llanadi. Bu akshini qo'llanadi. Ayollarni qo'llanadi. Bularni Xitoyning va qizlarini solab berish orqali boshliqlarni setib oladigan, shantaj qiladigan odati bek mashhur. Bu Xitoy tarixida, siyosat tarixida Xitoyning bu sulamchilik bu odati bek mashhur. Xitoy buni davomli qiladi, bundan keyin qiladi. Hatto buningdan yana Uyg'urlarning ichidan shunday qilganligini bilamiz. Uyg'urlarning ichidan turmuqqa solab, nupuz qozondirib, qechib ketdi qilib, chet elga chiqarib, umr bo'yi Xitoy o'ziga ishlatadigan nurg'un inqilobchilarni ko'ramiz. Masalan, nurg'un odamlar bor, Xitoyning turmusida yotgan. Xitoy uni qildi, buni qildi deydi. Ammo mustaqillik maydoniga kelamdi. O'zidan shaxsiy so'sa, men mustaqilchi deydi. Ammo mustaqillik maydoniga kela olamdi. O'zini mustaqilchi deb po'atgan bilan shu avtonomchilarningki nenni yeb yurayotgan nurg'un insonlarni bilamiz. Bu shu Xitoyning shu taktikasi shu. Vatanda turmuqqa sulash orqali nupuz qozondirdi, bir qandayni qilib qochirib yetdi. Aningdan keyin xalqimiz uni bu turmada yotgan inqilobchi deb qaraydi. Lekin umr bo'yi ashnaga ergishib manadigan ishlar bek jiq bizning vatanda. Hatto men bir hikoyani deb berayman sizlarga.
Men turmadan chiqqan kunim bir bala bizning uyga keldi. Bugun turmadan chiqib uyga kelib to'sam keldi. Nim bo'ldi desam, men shu Sharqiy Turkistonni mustaqil qilmoqchi edik. Qanday mustaqil qilamiz shuni bir plan programmasini deyishib olaylik deb keldim de. Uni men turmaga kirishdan burun hech qanday inqilob sohasida ko'rib baqqan bo'la emas. Men dedim, men hozir turmadan keldim. Bir vaqt o'tsin. Men keyin sizni istab topaman dedim. Keyin Qashqarga bordim. Qashqarda yana topdi u meni bir joydan. Ammo bunga men gumon bilan qaradim. Chunki burun yo'q odam nima uchun bakardim inqilobchi bo'lib qoladi, nima uchun mening keynimga kirib oladi. Bu bunda yo'g'on ishlarni qila oladiganida men turmatik vaqt qilavermay, nima uchun meni kutib yotadi deb. Keyingi vaqtlarda bek mashhurlab ketdi bu bola. Bizning Maralvesh tarafida, Mak tarafida bek mashhurlab ketdik. Inqilobchi deb. Ashkapqa shunda ko'tarib hali qilmaydi insonlarning. Kunlarning birida bu balaninki to'y qilamiz deyishayotgan bir qiz bola. Kunlarning birida buni turmaga olib chiqib ketdi Xitoy. Turmaga olib chiqib ketgandan keyin bu baladan alimiz tegimiz deyishgan bir qiz bola yo'qlab boradi. Bu Jumlaq Shakullosh tarafida Enchenchuning turmusimi shu edi. Buni siyosiy deb shu Enchenchuning viloyatlik turmusi usulib olibdi-da, xabarda shundaq taqilibdi. Andan keyin bu qiz bola shu turmaga yo'qlab boradi. Yo'qlab berib, men palon bilan ko'rishga keldim desa, ishga baqadiganlar paloniyada ikkinchi qavatdagi palon nomerli uyga kiring deb bilan turmaning oldidan chigizib o'tdi. Bu qizlar hayron qolib, bu turmadi degandan keyin ishiga chigil qo'ydigan shu bu tamoq ekanmi, nima qildi, nima ishing bor demaylar, meni chigizib o'tdi deb tamaslab menib bu ikkinchi qavatga chiqib, u degan uyning eshigini ochsa, u paloni qarajim, Enchenchuning saqchilari bilan bir narsani ishib o'tdagani edi. Bu qizvalni u ko'rib, u qo'rqib ketdi, qizval cho'chib ketdi. Shuning bilan bir qanday qilib akaga hadisini berib yenib chiqdi. Keyin bu qizval chiqib sirtga yeyib yetdi buni. Bu shu Xitoyninki Enchan istixborot Xitoyning Enchan. İstixborot shu shabikasininki bizning insonlarimizni qanday aldash, qanday baplash haqida shunday taktiklarni qo'llanadi. Hozirgi bu Xitoyning bu ishimi shu Xitoyning shu an'anaviy odam go'llash, davlatlarni go'llash taktikasining biri. Shuning uchun Xitoylarning arasi bo'lgandek Uyg'urlarning ishlari bor bunda saqtibizlar, diqqat qilishimiz lozim. Rahmat. Nəhayət yaxşı hekayəni birini deb berdiniz. Ularni bir nam qazandırıb, haqlarını əgəşdirib özüge işiltidi degan. Buningdan necha kun burun Pakistandan vatanga qaytayotganlarninki to'g'risida xabar chiqib, bu to'g'riliq G'ulom Usmon apandim bir X'da bu to'g'riliq bir narsani yozdi. Buningda shu ashadan berib kelayotgan Uyg'urlarninki qanchalik paskashlikki, Xitoyning qo'lida qanday o'ynayotganligi. Hem bularning maqsadli holda ayni chog'da shu vatandan chiqqan vaqtda maqsadli holda chiqarilgan bo'lishining ehtimolligini nihoyat yuqorliqqa degandik. Hozir hikoyami dal shunga mos keldi. Yana bir dedingiz, siz agar vatanda Xitoyning turmusi yotgan bo'lsa, agar shu Xitoyninki shu zulmini tatgan odam bo'lsa, nima vajidan sirtqa chiqqandan keyin odatdagi odamdimi bekrak shu zulm uchragan inson mustaqillik yo'lida bormaydi. Aksincha u bir inqilobchilar boshqa yo'llarda boradi. Demak, bu bir o'yan. Demek hükümetimizde kurulan uyan tozaklarına ait köp. Biz buna ait sərkək oluşumuz, buna əhmət verişimiz gerek. Amerika'da Xitaylarınki casusları birden tutulub atdı. Menimce başka devletin buna əgişidi. Bundan keyin Amerika Xitay siyaseti mi jirikleşikə yamanlış qırab mağa degen tilektimiz. Bizning hükümetimiz izchil mustaqillikdan ibaret bir yol bilan adashmay minib kelyapmiz, ammo bu yo'lda mangmoq uncha oson emas. Bu yo'lda shaxsiy badal qaramaydigan fidokorona bir ruh bo'lish kerak. Hammamiz shuni qilib kelyapmiz deb o'ylaymiz. Ham xalqimizningki o'rtaq mush hukumatning atrofiga o'yishib, mustaqillik ro'yi bilan tirishib, kunlarning biri mush mustaqil vatanimizni qo'limizga elishimiz uchun birlikda harakat qilishimizga taklif qilamiz. Ve şunda qilishga tilakdoshmiz. Bugungi mushu programmaga ajratgan vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.
Bugungi programmamiz vaqt munosabati bilan mishada oxirlashdi. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Allohga emanet.